BMT ogohlantirdi. O'zbekiston va Markaziy Osiyo zilzila xavfi ostidami? BMT zilzilalar barcha tabiiy ofatlar ichida eng halokatlisi ekanligini ta'kidlab, Markaziy Osiyo davlatlarini ham unga tayyor turishga chaqirdi. Yer silkinishlari 2000-yildan 2023-yilgacha dunyodagi barcha tabiiy ofatlar ichida o'lim holatlarining yarmidan ko'piga sabab bo'lgan. Hozirda hududlar kesimida 15 milliondan ortiq aholiga ega Istanbul shahri eng ko'p xavotir uyg'otmoqda. U dunyodagi eng faol tektonik yoriqlardan biri, Shimoliy Anadolu yorig'i yaqinida joylashgan. 2025-yilgi tadqiqotga ko'ra, Turkiyaning Marmara dengizi ostidan o'tgan yoriq qisman taxminan 7 balli zilzilani keltirib chiqarishi mumkin. Yaqin 10 yilliklarda Istanbul hududlarida bunday hodisaning sodir bo'lish ehtimoli 40-60% tashkil etadi. Markaziy Osiyo davlatlari xavf zonasida joylashgan. Xavf hududi faqat Turkiya bilan cheklanmaydi. Qirg'iziston va Tojikistonning deyarli butun hududi, shuningdek Qozog'iston, Turkmaniston va O'zbekistonning ayrim hududlari, Janubiy Kavkaz mamlakatlari seysmik xavfi o'ta yuqori bo'lgan zonalarga to'g'ri keladi. Ayniqsa Farg'ona vodiysi o'ta zaif hudud sanaladi. Bu yerda bir vaqtning o'zida 3 ta davlat, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston chegaralari kesishgan hududda 11 millionga yaqin aholi istiqomat qiladi. 2023-yilda Turkiya va Suriyadagi vayronakor zilzilalar kasalxonalar ishlashda davom etishi naqadar muhimligini ko'rsatdi. Tabiiy ofatdan keyingi dastlabki daqiqalarda tibbiyot muassasalari ishdan chiqsa, minglab jabrlanganlar hayotiy zarur yordamsiz qolishi mumkin. Zilzilaga tayyor turish choralari. Jahon sog'liqni saqlash ekspertlarining ta'kidlashicha, zilzilaga oldindan tayyorgarlik ko'rish uning oqibatlarini bartaraf etishga qaraganda ancha arzonga tushadi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, yangi shifoxonani seysmik bardoshlilik talablari asosida qurish loyiha narxi 4% gacha ham oshirmaydi. Mavjud binolarni modernizatsiya qilish esa ularning qiymatidan qariyb 1% atrofida mablag' talab etadi. Bu inshootlarning ehtimoliy tabiiy ofatdan keyin ham o'z faoliyatini muvaffaqiyatli davom ettirish imkoniyatini keskin oshiradi. Tabiiy infratuzilmani mustahkamlashdan tashqari, shoshilinch tibbiy brigadalarni doimiy shay holatda saqlash, muntazam o'quv mashg'ulotlarini o'tkazish, xalqaro hamkorlikni kuchaytirish, keksalar va nogironligi bor shaxslar kabi zaif qatlamlarni himoya qilishga alohida e'tibor qaratish tavsiya etiladi. Eng tezkor va ishonchli yangiliklarni birinchilardan bo'lib kuzatish uchun kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va kommentariyalarda o'z fikringizni qoldiring. Xayr-salomat bo'ling.